Dadasi, ona qizingizga sovchi jo'natgan yigit bilan uchrashib keling. Xo'p, qayda bo'lar ekan? To'yda bo'lar ekan, u kunda to'yda yurar ekan. Bo'pti, xo'p. Şahınlardan söyler, şahınlardan söyler, sallara bakardı, sallara bakardı. Ish qilib shu bo'lmasin-da kuyov bola. Otingiz nima? Jimmy, Familiyasi-chi? Vardi. Ya siz bu boshqa ish ham qilasizmi? To'yda o'ynab yurasizmi? Siz nima deyapsiz? To'yda o'yinchi emasmiz biz. Biz to'yda qizitib beramiz, shunaqa organizatormiz, tushundingizmi? Bir boshqa tuzukroq ishingiz yo'qmi? Men dars o'taman. Xudoga shukr, qaysi maktabda men qizimni qanot bog'arkini bo'ylab yuribdi. Raqs maktabida. Nima o'rgatasiz? Kuyov salonga chiqayotgan kuyovlarga